Hozir odamlar o'ylaydiki, universitetga kirsam, men o'qiyman-ku. O'qigan paytim ko'p vaqtim o'qishga ketib qoladimi? O'qish ketib qolsa, men ishlayotgan pulimni o'qish bilan samimiyat qilib ishlay olmayman-ku deydi. Biz pul hisoblaylik. Turar joyi 20 ming, 25 ming. Registratsiyasi 10 ming, 15 ming. Eto hali original bo'lsa. Patent to'layaptimi? To'layapti. Endi masalan 100 ming, 150 ming topsa-da, shuni yarmi 150 ming hamma topadi. Hamma ham topmaydi. Endi 100 ming deylik. O'rtacha 90 ming, 100 mingda. 100 ming topsa, shuni yarmi 40% ketyaptimi? 50 ming, 60 ming prosta ketib qoladi. Ketib qoladimi? Sen o'qishga bor, bilim ol, общежитиең 1300 rubl, ichiga registratsiyasi kiradi 1 yillik, kommunalka, Wi-Fi besplatno. Mana hisoblaydigan bo'lsa, ular hech narsa yo'qotmaydi. Prosta 10 soat vaqtini ishga bermaydi-da, 5 soatini ishga beradi, 5 soatini o'qishga beradi. 2.15 1.30 bo'lar. Ha, uni prosta oliy ma'lumotli bo'ladi. Keyin u hayotga qaytishga kelmaydi. Men shuning uchun aytayapman. Ta'mini tortib ko'ringlar.